Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilikning savobi. Abdulloh ibn Muborak bunday rivoyat etganlar. Bir rohib 60 yil tepalikdagi bir ibodatxonada ibodat qilibdi. Bir kuni ibodatxonadan pastga tushibdi. O'zi bilan birga bir dona kulchinon olgan edi. Ketayotganida oldidan bir gadoy chiqib, tilanganida nonni unga beribdi. Yo'lda unga bir xotin duch kelib, rohibni fitnaga solibdi. Rohib u xotinga yaqinlik qilibdi va shu holatda unga o'lim xabari kelibdi. Vafotidan so'ng 60 yil mobaynida qilgan ibodat amali keltirilib, tarozining bir pallasiga qo'yilibdi. Va qilgan oxirgi bittagina zino gunohi esa ikkinchi pallaga qo'yilibdi. Shunda gunoh qo'yilgan palla og'ir kelibdi. Shu payt bir dona kulcha savobi toat ibodat amallari qo'yilgan pallaga qo'shib qo'yilibdi. Shundagina amal pallasi og'ir kelgan ekan. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.